bitta qizimizdan juda ham qiziq savol kelgan, shu savolga javob bermoqchiman. Bularga polikistoz tashxisi qo'yilgan, hayzi har oyda normada kelmaydi, 3 oyda bir kelar ekanlar. So'rayaptilar, ginekologim hayzimni chaqirib, folikularni o'stirib, ovulyatsiya qilib berdilar. 4 marta stimulyatsiya qildilar, lekin men homilador bo'lmadim. Nimaga? Yoki ginekologim xato qilyaptilarmi yoki menda yana qanaqadir kamchilik bormi, tushunmayapman, siqilib ketdim. Savol bersam javob bermayaptilar. Shunga o'zingiz javob bering deb savol qoldirganlar. Xo'p, bilasizlar, polikistoz tashxisi qo'yilgan ayollarning tuxumdonida folikular juda ham ko'p bo'ladi. 12 tadan ortiq bo'ladi. Va ovulyatsiya chaqirganda siz bilmaysiz, garantiya unga yetilmagan tuxum hujayra chiqishi mumkin, sifatsiz tuxum hujayra chiqishi mumkin. Bu birinchi sabab. Ikkinchi sababi, ovulyatsiya chaqirishdan oldin har doim bachadon naylari, trubalar ya'ni tekshirish kerak. Bachadon o'tkazuvchanligi yaxshi bo'lishi kerak, yalg'lanishlar bo'lishi kerak emas. Bu ikkinchi sabab bo'lishi mumkin. Uchinchi sababi, turmush o'rtog'ingiz, ya'ni eringizni urug'i juda ham sifatli va harakatchan bo'lishi kerak. Urug' agar harakatchan, sifatli bo'lsa, zo'r natija beradi. Va yana bitta nozik tomoni bor. Polikistoz tashxisi qo'yilgan ayollarni bachadon ichki qavati endometriya juda ham ingichka bo'ladi. Ovulyatsiya chaqirganda har doim endometriyani qani ushlab turish kerak, chunki bola yaxshi birikishi kerak. Agar sizda endometriya ingichka bo'lsa, homilador bo'lsangiz ham bachadonga bola yaxshi birika olmay qoladi, hayz bilan chiqib ketadi, siz homilador bo'lganingizni ham bilmay qolishingiz mumkin. Agar sizda 4 martada ham natija bermagan bo'lsa, sizga eng effekt beradigani bu eko. Nima uchun ekoni aytyapman? Ekoda sizdan yaxshi, sifatli tuxum hujayralarini terish imkoni ko'proq bo'ladi. To'g'ri, polikistoz tashxisi qo'yilgan ayollar tabiiy homilador bo'la olmaydi degan gap yo'q. Siz ertaga ham homilador bo'lib qolishingiz mumkin yoki 7 yildan keyin ham homilador bo'lishingiz mumkin. Buni hech kim bilmaydi. Shuning uchun vaqt yo'qotmasligi uchun, stress holatiga ko'p tushmasligi uchun, tuxumdonlar sifati tushib ketmasligi uchun sizga ekoni tavsiya qilaman.